Iro? Iro? Tur, nima qilib yotibsan bu yoqda? Amma ozgina uxlay. Ahoningda yotmaysanmi? Nima bu yoqda yotibsan? Bu yoq shamol yaxshi, xonamiz esa issiq. Tavba. Alo? Allo. Aka, Hop. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qattasiz? Kelyapman, nimaga edi? Anora yaxshimi? Ha, yaxshi, bo'ladi. Nima bo'ldi, gapiroq. Manba kelsangiz qizingizni doktorga olib boring. Nimaga olib boraman? Voy, kechadan beri uxlaydi. Xonasida uxlasa mayli. Xo'sh, Polga yotib olgan. nimaga polga o'tadi? Mazasi yo'qmi? Bilmayman. Tinmay uxlayapti-da. Dori-pori ichmaganmi yana? Yo'q, ichmayapti. Dori ichmayapti-ku, nimaga unaqa deyapsan? Negadir 2 kundan beri chiqatim ormayapti deb aytmayapti ham-da. Ana kuni hamma yog'i orib yurdi-ku. Ha, bo'pti, hozir boricha gaplashaman. Xo'p, bo'pti. Assalomu alaykum Zebo opa. Va alaykum assalom. Bu nima bu yoqda yotibdi? Menimcha ertalabgacha ham uxlamagandir. Qanaqa qilib uxlamaydi? Kechasi chiquvdim, birlada. Suv ichishga chiquvdim, yotuvdi-ku shu yerda. Bilmadim. Kofemi nimadir qilib bering, tursin. Akam kelsalar, hozir mingta savol beradilar. Xo'p, Akam kelguncha tursin. Bolalar maktabga bordimi? Yusufni shofyor olib ketdi. Diyori tashab keldim. Choy tayyorlab beraymi sizga? Yo'q, shart emas. Men bu tursin akam kelguncha. Xo'p.